Avvalambor assalomu alaykum hurmatli Vodiy bozor YouTube kanalining ashaddiy obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Bugun xudo xohlasa azizlar, hafta kuniga yakshanba 16 avgust Andijon avtomobil bozoriga keldik va erta tongdan bu qismga qo'ldan kelgancha Sparklardan syomka qilganmiz. Mexanika, avtomat ili yangi, eski har xil ranglardan bor. Video davomida ko'rasizlar. Bittadan like bosib qo'yishdi. Kanalimizda mehmonlar albatta obuna bo'lishni esingizdan chiqarmanglar. Qanaqa avtomobil kerak bo'lsa kommentariy yili bilan nomini yozib qoldiringlar. $1,500, $2,000, $2,500 bilan bugungi video roligimizda Sparklar chiqqan. Nasiya savdoga video davomida hammasini ko'rasizlar. Birinchi ko'rsatadigan Sparkimiz ham $2,500 bilan Nasiya savdo chiqaradi. Tan narxi ham u darajada qimmat emas. 2020 dan boshlayapmiz. Qancha 180 ming yuribdi bu? Katta motor, ABS konditsioneri bor, metallari bor. Bitta kapotda bor xolos. Bo'ldi, bitta kapotda kraska ekan xolos 2020. Endi kraska nima desam bo'ladi? Ko'pchilik kraskasi borini tavsiya qilasizmi, qilmaysizmi deydi. Shaxsan men o'zim olib minganman, minsa bo'laveradi endi. Kraska agar ichiga o'tib bir suvoylar ulanmagan bo'lsa, hech narsani hal qilib bermaydi. Metan gazlari bor. 180 ming yurgan 2020. Kraskasi bitta kapotda. Bitta kapot. Ustitlari o'zinikimi? O'ziniki hamma. Aka necha pul qo'yaylik? Yaqinroq qilib ayting, bozordan ko'ra. 6200 qo'yaylik. 6200. 6300 yozilgan ekan lekin, bo'ldi. Generalni chiqaram. Generalni chiqaram. Nasiya savdoga 2,5 ming puli bo'lsa 1 yilga kelishgan holatda. 2 bilan ham qilib bering aka, iloji bo'lsa. 2000 bilan ham qilib bering, iloji bo'lsa. Kelishamiz. Bo'ldi. Necha oy muddatga? 1 yilga to'g'ri. 12 oy muddatga oyma-oy to'lash sharti bilan Andijonga. Telefon raqamingiz 88 370 370 95 55. Savdo qilmadingizmi bor? Yo'q. Aloqaga chiqaverasizlar azizlar mana. 2020 180 ming yurgan bitta detalli kraskasi bor. $6200 kami bor. 2,5 ming bilan Nasiya savdo chiqadi. Davom etaveramiz. Puli yengilroqdan davom etamiz azizlar. Ixtiyor akamiz Spark Push hammanglar taniysizlar. Yo'q, endi aka ovozingizdan ham tanishadi baribir. Eng qizig'i bu akamiz o'zingizlar bilasizlar, olgan pulni ham aytadi ochiq oydin. Shunga foyda bersa olib ketadi. Katta motor. Tashkent motoriga 200% javob, qolgan ustasiga ko'rsatib oladi. Ikkimi paysi? Hamma yo'g'i radnoy, ikkinchi paysi konditsioneri birda ham zo'r muzlatyapti. Yurganichi buni? 2014 yurug'i 432 ming bo'ldi. Balon yangi balon qo'yib qo'ygan ekan. Monitorlari bor. O'zimiz bir qator yuvib taratib, chiroyli qilib qo'ydik. Kech payt olindi. Egasiga pullarini sanab 1 tiyingacha. Videosi ham turibdi? Ha, video ham qo'ydim. Aha, o'zimning kanalda. 4000 ga oldim, 4000 ga qo'ydim. Gazi bor. Xohlagan hujjat. Kraskasi qanaqa? Kraska qarang aka. Bitta kiloga sotaman. Mana shu kilosi. Aha. Mana shu kilo. Nari tomonda bunday. Petno. Petno, ha. Keyin mana kapotda qashqani ko'rdingiz-a? Aha, rixtovka ekan. Qashqasi bor ekan, ozgina. Buni endi kraska sepilmasin degan maqsadda shunaqa qilib qo'ygan. Mana shu ekan. Bunday qilib petnocha tushirib qo'yapti endi. Bo'ldi. Aka 4000 ga oldingizmi? 4000 ga oldim. 100 mingga mo'ga ham qilgizdim kecha ozchaga. Bor yana $4000, 200 mingda turibdi. Foyda qilsangiz sotamiz. $4000 200 ming so'mga tushgan. Hujjatlari keyin bo'ladi, ha? Liboy hujjat qilib beraman, xohlaganini. Nomeringiz? 88 975 0666. Aloqaga chiqaverasizlar. Sparkda qora rangini, avtomat korobkasini, kraskasi 100% tozasini so'raganlarga bitta 2012 dan ko'rsatamiz aka. Yurgani 188 ming. Benzinda yurganmi faqat? Benzinda yurgan, yozilma qo'yilmagan. Yevro variant ekan azizlar. Turishiga e'tibor beringlar buni. Buni polirovka qildinglarmi aka? Avtomat korobka, Yevro variantlari bir juda tushunarsiz chiqqan, o'zingizlar bilasizlar, pozitsiyasini aniqlash ham juda qiyin buni. 4 desiz ABS yo'q, shunaqa har xil chiqqanda. Xohlagancha chiqarishgan bilimni. Umuman gaz qo'yilmagan. 2012 188 ming yurgan avtomat korobka toza. Toza. Necha pul qo'yaylik aka? Buni 5400 dan 5400 dan o'tib beriladi. Hujjatlari-chi? hujjatlar gench bo'ladi. Generalni bo'ladi. Variantga chiqadimi? Variantga chiqadi. Necha pul borga kami? Mana shu 2,5 ming pul bor, bu ham chiqadi. Bo'ladi. Barter bor. Barteri bor. Nomeringiz? Ikkinchi nomeri 97 97 004 004 0202 0202 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Yili balantini so'raganlarga Sparkni navbatdagi Sparkimiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p. Buni probegi qanaqa? Yurgani 160 ming yurgan. Katta motor.
Bu Elegant Plus adashmasam. Elegant Plus. O'rindiqlari sida. 4 ta balon yangi. Bo'ldi, abagrev sideniyalari bor buni. Shuma izolyatsiya qilingan, fol eshiklar. Metan gazlari bor. 160 ming yurgan, 2022. Kraskasi qayerida? Kraskasi 3 ta eshik alishgan, 2 ta petnosi bor. 3 ta eshigi almashganmi? Stokalari o'ziniki butunmi? Hamma yo'g'i butun. Prosta eshik alishgan, nima sababdan alishganini bilmaymiz, tirikchilikdamiz, lekin kavtagi yo'q mashinaning, udar yo'q. Pulichi aka, eng qizig'i. Bu 6300 ming. 6300 dollar kami bor. Mana shu eshiklar almashgan evaziga puli ham 2022 bunaqa bo'lmaydi, o'zingizlar bilasizlar. Generali chiqadi aka. Generalni chiqadi, 2 ming puli borga 1 yilga buni ham bera olamiz. Bo'ldi, telefon raqamlaringiz. 93 93 711 711 68 78. 68 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. 2015 navbatdagi Sparkimiz, mexanika korobka. Yurgani qancha buni? 193 ming kilometr bosib o'tgan avtomobil. ABS bor, konditsioner, metan gazlari bor. Katta motorda. Balonlarni ko'ringlar. Shunga yo'q, salon holatlari. Avtomobil ikkinchi pozitsiyada, mexanika korobka, chexollari yaxshi, kovriklari bor, linoleum qilingan. Video registrator qo'yilgan. Yurganini imkon bo'lsa ko'rsatib beramiz. 193 ming, chunki egalari ham oz-moz adashligi mumkin. Telefon tushib ketib qolmasa aka. Metan gazlari bor. Stoplari o'zgartirilgan. 2015 mexanika 193 ming yurgan. Kraskasi qanaqa buni? Kapotda eshik chekkasi. Kapot to'liq sepilgan, eshigi yarmida eshigida. Nech pul qo'yilgan aka? Sizga yaqinlashtirib qo'yamiz endi. 5400 dan ozgina tushib beramiz. 5400 dan ozgina tushib beriladi. Generalni chiqadimi? Generalni chiqadi generalni. Nasiyaga-chi? Nasiya soatida 2000 pul boriga beramiz. 2000 dollar puli boriga 1 yilgachami? 1 yilgacha. Andijon. Barter bor-a? Faqat Andijon. Telefon raqamingiz. Matisi borlarga barter qilamiz. 91 91 480 480 44 44 48. 48 raqamiga murojaat qilasizlar. Puli yengilroqdan davom etamiz azizlar. 2010 bu. 2011-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi Sparkimiz. Kichkina motordan bo'ladi bulari. 2011 metallari bor. Aka yurgani qancha buni? Yumshoq balon. 229 ming yurgan. Lekin bu mashinalar ham yaxshi xizmat qilaveradi. Doim aytaman videoda, o'zim ham 2-3 yil minganman shulardan. Hamma xizmatni qilgan, Toshkentga desimi, boshqa joyga desimi, bemalol borib ishlarni bitirib kelganmiz. Endi balkim menda shunaqa chiqib qolgan bilmadim, lekin bunaqa koreyskiy Spark mingan aka-ukalarning o'zi yozib qoldiringlar. 229 ming yurgan. Gaz yangi. Bu 3-pozitsiya qilingan ekan azizlar. Qilingan ekan. Bir ekan pozitsiya, lekin mana bakovoylari ham elektronik qilib qo'yilgan ekan. Oynalar elektronik. Konditsioner qo'yib olsanglar bo'ldi ekan, lekin bu sezon qo'ymasanglar ham bo'laveradi bemalol. Uje issiq kunlar tugayapti. 2011 229 ming yurgan. Kraskasi qanaqa aka? Kraskasi 40% bo'lsa kerak. Ulangaga silgan joyi yo'q, 40%. 40% yuzaki. Yuzaki. Nech pul qo'yilgan ekan narxi? 3900. 3900. Ma'lumot to'g'ridan aytib ketamiz, motor qilib qo'yildi. Motor yangi qilingan. Yangi motor 100 qilindi. km, 150 km. Motordan xavotir olmasa ham bo'ladi. Yo'q, motor 100%. Gen berasizlarmi? Beriladi, gen chiqadi. 1,5 ming 2000 puli borga Nasiyaga chiqadi. Qiziqarli joyi 1,5 ming 2000 bilan Nasiya savdoga qilib berishar ekan akalarimiz. Qancha muddatga beramiz aka? 6 oy. 6 oygacha. Telefon raqamingiz. 33lik 33lik 584 584 19 19 68. 68 raqamlariga murojaat qilasizlar. Yili baland avtomat korobka so'raganlar uchun albatta Sparklarga nisbatan yili balandidan 2022-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi Sparkimiz avtomat korobka. Xo'p. 73 ming yurdimi aka bu? 73 ming yurgan haqiqiy 4-pozitsiya mana. Rollali elektronik bo'ladi roli. Bu haqiqiy 4-pozitsiya. Hech qanaqa rasxoti yo'qmi buni? Bexijolat kelib ko'rib tekshirib olaveradi aka. Gaz qo'yilmaganmi buni? 73 ming yurgan 2022.
Kraskasi? Kraskasidan sapachoda petno. Petno. Nech pul qo'yaylik aka narxini? 87 kam. 8700 kam bor. Generalni chiqadimi? Hop. Chiqaveradi generalni. Chiqadi. Nasiyaga bermaysan? Beramiz. Nech pul borga kamida? 4000, 4,5 pul borga beramiz. Telefon nomeringiz? 90lik 268 00 84 raqamiga aloqaga chiqasizlar. 2015 navbatdagi Sparkimiz mexanika ishqibozlari uchun katta motordan ABS bor, konditsioner, metan gazlari bor. 2015 qancha yurdi aka? 207 ming. 207 ming yurgan mashina. 207 ming yurgan 2015. Yaxshi holatda, foto. Gazlari bor, metan. Qancha yurgan dedingiz? 207 ming bo'ldi. 207 ming yurgan 2015. Kraskasi qayerda? Kraskasi shu mana shu kilodonni bir qarich. Petnos bor. Albo satash o'g'di bir qarich petnos. Xolosmi? Ikkita petnosi bor. Ikkita petnos. Nech pul qo'yaylik narxini aka? Buni 5 ta o'tib beramiz. 5 dan o'tib beradi. Generalni chiqadi. Yanchi bo'ladi. Nasiyaga nech pul bilan chiqarib berasizlar? Eng kamida $3000 puli bor. 3000 dollar puli borga Nasiya savdo chiqaveradi. Xo'p. Barter ham bor. Barter ham bor. Nasiya faqat Andijonmi yoki kelishlarmi? Mana shu kelishaveramiz. Kelishtiradi. Telefon nomeringiz? 97 97 004 004 0202. 0202 raqamiga aloqaga chiqasizlar. 2019 navbatdagi Sparkimiz mexanika korobka, ballonlari yonidan ko'ringlar mana. Yaxshi holatda ekan. Falcon Premium qo'yilgan 2019 95 ming kilometr bosib o'tgan. 4-pokoleniya propan gaz o'rnatilgan avtomobilga ABS bor, konditsioneri bor. Motor ходовой korobka yaxshimi? Zo'r deb ko'rsatilyapti. Bemalol o'zingizlar uchun kelib ko'rib tekshirib olaverasizlar. Salon holatlarini ko'ringlar mana, yaxshi. Kovri tashalgan, linolon qilingan. Xo'p. Tabletga propan gaz ekan. 2019 mexanika 95 ming yurdi. Kraska 100% toza. Narxini nech pul qo'yaylik aka? 6600. Kami bor. Generalni chiqadimi? Chiqaveradi. Variantga sotmaysiz? Yo'q. Faqat naqd pulgami? Bermaganingiz bo'lmadimi aka? 60 bergan. 6100 gacha pul ko'r. Telefon raqamingiz? 50 900 63 23 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Navbatdagi Sparkimiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha bo'libdi aka buni? 244 ming kilometr bosib o'tgan avtomobil. Xo'p, katta motordan mana ABS bor, konditsioneri bor. Motor ходовой korobkalari yaxshi. Endi biz nima desam, biz bir qator so'rab ketamiz. O'zingizlar kelib ko'rib tekshirib olaverasizlar azizlar. 244 ming kilometr bosib o'tgan avtomobil. To'g'risi biz tekshirib olmaymiz, mana aytgan narsasini sizlarga yetkazib beramiz. Video rolik qilib kelib, ko'rib, tekshirib, ustingizlarga ko'rsatib, notariusga pulni beraverasizlar. 2019 244 ming kilometr bosib o'tgan. Kraskasi qayerda buni? Bitta detali eshigida. Narxini nech pul qo'yaylik aka? Buni 6000 dan olgan shu. 6000 dollar kami bor. Savdo qilmadingizmi aka? Yo'q. 2019 dedingizmi buni? 19. Generalni chiqam chiqmadimi? 2 yilga generalni chiqaradi buni. Bo'laveradi. Telefon raqamingiz? 91 91 480 480 44 48 48 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. 2000 2000 dollar bilan o'zaro Nasiya savdo. Ikkini pastida Spark bormi yo'qmi Nasiyaga? Ikkini pastida Spark bormi o'zida Nasiyaga? Yo, eng kamida 2000 bilan chiqami hammasi? 1,5 million beraveramiz. Bo'ldi. 1,5 ming dollar bilan ham Sparklarda imkoniyatlari bor ekan. Albatta, endi hisobinglar chiqsa, biror joyda aniq pullar keladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Nomeringizni qaytarib qo'ying aka. 91 480 44 48 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. 2015 navbatdagi Sparkimiz mexanika ishqibozlari uchun bunisi ham 269 ming yo 289 ming kilometr bosib o'tgan ekan. Katta motordan ABS bor, konditsionerlari bor. Xo'p. 289 ming yurgan.
2015. Ikkinchi paysi ekan bu. Ikkinchi paysi. Metanlari bor. Kraskasi qayerda? Kraskasi mana shu ikki o'yishi yuzaki sepilib qolgan. Mana sizni pastiga. Ikkita detalli. 2015 289 ming yurgan ikkita detalli kraskasi bor. ABS konditsioner hamma narsasi bor. Hamma yo'g'i bor. Nech pul qo'yaylik aka? 5300 Kami bu. Generalni chiqadimi? Generalni chiqadi. Nasiyagacha. Nasiya 2000 puli borga 1 yilga chiqadi. 1 yilgacha Andijonga oyma-oy to'lash sharti bilan nasiya savdo bor ekan. Telefon nomeringiz 88 370 370 95 55. 95 55 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Navbatdagi Sparkimiz avtomat korobka so'raganlar uchun 2015-yilda ishlab chiqarilgan qora rangidan. Yurgani qancha bo'ldi aka? 298 ming yurgan yevro ekan bu. Yevro varianti. Metani, ABS, konditsioner hamma yo'g'i bor, avtomat korobka. O'rindiqlargacha isilgan. Salon holatlari. Mers rul qo'yilgan. 298 ming yurgan ekan. Xo'p. Metan gazlari bor. 298 ming yurgan 2015 avtomat korobka. Kraskasi qanaqa aka? Kraskasi toza. Toza. Narxi nechi bu? Narxi 5800 ozgina tushib beradi. 5800 dollar ozgina kami bor. Hujjatini nomiga o'tkazib oladi buni. Nomiga o'tkazib oladi. Necha pulga kelishadigan bo'lsa ham notariusi biz beramiz. Bu notariusni o'zingizlar qilib berasizlar. Ya'ni Shu narsa o'zimiz bo'ynimizda bu. o'zga o'tkazib oladi. Xo'p, mashinaga barter bor-a? Bor. Nasiya chiqmaydi bu. Chiqaveradi. Chiqaveradi nasiya savdosi. 22,5 ming dollar puli borga 1 yilgacha faqat Andijonga oyma-oy berish sharti bilan nasiya savdo bor ekan. Nomeringlar 91 91 480 480 44 44 48. 48 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Navbatdagi Sparkimiz yili eskirog'idan 2011 Stalno svetidan kichkina motor bu. 15 nargis aka. Xo'p, ikkinchi paysi konditsionerlari bor. 214 ming yurdi. Motor hadovoy korobka qanaqa? Zo'r. Diskga qo'yilgan ekan. Qizig'i bu avtomat korobka ekan azizlar. Monitor qo'yilgan, ichki holatlari yaxshi. Konditsionerlari bor. 2011 avtomat korobka. Buni gazi yo'qmi? Gazi benzinda yuradi. Umuman qo'yilmagan. Gaz umuman qo'yilmagan. 2011 214 ming yurgan. Kraskasi qayerda? Kraskasini biladiki, lak. Ko'proq lak sachilgan, ana. Aha. 20%, 25% laki bor xolos. Yaltirash uchun sepilgan. 20-25% lak sepilgan. Nech pul narxi aka? 5200 o'tib beramiz. 5200 dan o'tib beriladi. Hujjatlari-chi? Hujjatlari xolisda gen desa gen. Xohlagan hujjati bo'laveradi. Nasiyaga berasizmi? Nasiyaga beriladi. Kamida nech puli borga? Kamida 2,5 ming, 3 ming puli borga chiqaveradi. Bo'laveradi. Barter ham bor-a? Barter ham bor. Nomeringiz? Buni qo'yaylik, keyin bir aytib beraverasizmi? Yo'q, hozir bitta aytib beravering aka, montaj joyini o'zgartiramiz. 94 565 565 54 54 50 raqamiga aloqaga chiqasizlar. 2018 navbatdagi Sparkimiz mexanika ishqibozlari uchun. Xo'p, katta motorda mana ABS bor, konditsioner bor, metan qo'yilgan. Qancha yurgan aka? 243 ming yurgan, diskalar qo'yilgan ekan. Motor hadovoy korobka yaxshimi? Yaxshi. 243 ming kilometr bosib o'tgan avtomobil. Metan gazlari bor. 243 ming yurgan 2018 mexanika. Kraskasi qayerda? Kraska Krilo kapot. Kriloda kapotda oldida. Usutlari o'zinikimi? Nech pul narxi aka? 59 ozgina tushgan. 5900 dollar kami bor. Savdo qilmadingizmi hali? Yo'q. Xo'p, variantga chiqadi. 2000 pul borga, matisi borga. 2000 dollar puli borga nasiya savdo chiqaverar ekan. Matiz bo'lsa barter ham olib qolishaverar ekan barterga. Nomeringiz? 91 480 44 48 raqamlariga murojaat qilasizlar. 2017 navbatdagi Sparkimiz. Akalarimizda 3-4 ta Spark bor ekan, hammasini qo'yapmiz.
Endi sizlarga ham qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi baribir. 2017 da katta motor, 4-pokoleniya propan qo'yilgan, ABS bor, konditsioner bor. Qancha yurdi bu? 220 ming, 202 ming. Bo'ldi, hozir o'zim ko'rsatib qo'yaman bir qator. Salon holatlari imkon qadar ko'rsatib beryapmiz. Endi ozmoz xato kamchiliklarga to'g'ri tushunasizlar azizlar. 203 ming yurgan ekan. 203 ming ham yaxshi. Ko'p emas. Oz emas to'g'ri, lekin ko'p ham emas. Propan ekan bu tabletka. 17. 203 ming yurgan. Kraskasi qayerda? Kraska bitta krilovda, kapot chekasida, eshik chekasida. Bitta detal to'liq sepilgan, ikkita petno. Ha, ikkita pet. Nech pul qo'yaylik? Yaqinroq aytaverasiz aka, o'zingiz mana yangi emas-ku internetda. Bu 59 dan tushib beramiz ham. Bo'ldi. Hujjati-chi? Hujjati keyin chiqadi buni. Keyin chiqib ko'ramiz. 2000 pul bor, variant qilib beramiz. Azizlar, 2000 dollar puli bilan mana akalarimizdan ko'p syomka qilamiz. 1 yilgacha Andijonga nasiya savdo berishadi. Ya'ni bankka aralashmayman degan odam bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'laveradi. Akalarimizda 5-6 ta Spark bor. Oyma-oy to'lash sharti bilan 12 oy muddatga Andijonga kamida 2000 dollar pul bilan chiqsanglar aloqaga oyma-oy to'lashga qilib berishadi. Endi yana bitta narsani eslatib ketamiz. Oldindan qancha ko'p to'lov qilsa, o'ziga yaxshi arzonroq tushadi. Nomeringiz 91 480 480 44 44 48. 48 raqamiga murojaat qilasizlar.